Kitobimizning 4-beti 10li kasrni 10ga, 100ga va 1000ga ko'paytirish mavzusi. Qaraymiz va o'rganamiz. 1a. 0.3 ni 10ga ko'paytirish. Buni demak 0.3 ni 10ga ko'paytirish uchun biz 0.3 ni 3 ta 0.1 ko'rinishida yozib olamiz va bularning har birini 10ga ko'paytirsak 1 ga teng, 1 ga teng va 1 ga teng bo'ladi. 3 ta 1 ning yig'indisi bizda 3 ga teng bo'ladi va shuning uchun 0.3 ni 10 ga ko'paytirsak 3 degan javob kelib chiqadi. Va biz bu o'rinda o'zimizga qoida qilib olamiz. 10li kasrni 10 ga ko'paytirish uchun 10li kasrdagi vergulni bir xona 10 ga suramiz. Ya'ni mana bu yerda 0.3 ni 10 ga ko'paytirganda 0 dan keyingi vergulni bir xona 10 ga suramiz. Shunda 3 dan keyin vergul qo'yiladi. 0.3 vergul bo'lganini bu 3 ga teng degani. Demak, o'zimiz uchun qoida, demak vergulni 10 ga suramiz. Mana bu yerda aynan mana shuni bir xona 10 ga suramizni belgilab olamiz. Va bizda b ikkinchisi 2.10 dan 3 ni 10 ga ko'paytirish kerak. Biz aytib o'tdik, vergulni 10 ga suramiz. 10 ga ko'paytirganda bitta surishimiz kerak. Ya'ni 3 dan keyinga surilsa javobimiz 23 chiqadi. Endi buni qanday chiqqanligini demak tekshirib olsak bo'ladi. Ya'ni buni ko'paytirganda javob 23 bo'ladi deb olamiz va 23 ni biz qanday chiqardik? Birinchi 2.10 dan 3 ni biz 2 ta 1 xonali va 3 ta 0.10 dan 1 deb olamiz. Va ularning har birini 10 ga ko'paytiramiz. Deylik, birlarni 10 ga ko'paytirsak 2 ta 10 paydo bo'ladi. 0.10 dan 1 ni 3 ta 10 dan bizdan 10 ga ko'paytirsak 3, ya'ni 3 ta 1 paydo bo'ladi. Va shunda 2 ta 10 birliklardan 3 ta bo'ladigan bo'lsa 23 paydo bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda 2.10 dan 3 ni biz 10 ga ko'paytirganda vergulni bitta o'ng tomonga suramiz, ya'ni 23 hosil qilamiz deb o'zimizga demak belgilab olamiz. 23 ni belgiladik va s ni ko'ramiz. Bunda ham shu qoida amal qilyaptimi yoki yo'qmi ko'ramiz. 1.100 dan 23 ni 10 ga ko'paytiring. Bunda aytib o'tdik, biz vergulni bir xona 10 ga suramiz. Ya'ni 1 dan keyin edi, 2 dan keyin bo'ladi. Shunda javob 2 dan keyin vergul, keyin 3 bo'ladigan bo'lsa 12.10 dan 3 bo'ladi. Endi buni qanday hisobladik? Deylik, 1.100 dan 23 ni bitta bir xonali, 2 ta 0.10 dan 1lar, 3 ta 0.100 dan 1lar bor. Va bularni hammasini 10 ga ko'paytiramiz. 1 ni 10 ga ko'paytirsak 10 bo'ladi. 0.10 dan 1larni 10 ga ko'paytiramiz, 1lar bo'ladi va 0.100 dan 1larni 10 ga ko'paytirsak 0.10 dan 1lar bo'ladi. Shunda bizda bitta 10, 2 ta 1 va 3 ta 0.10 dan 1. Ya'ni 12.10 dan 3 bo'ladi. 12.10 dan 3. Demak, qoidani biz bilib oldik. Ya'ni mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. 1.100 dan 23 ni 10 ga ko'paytirganda vergulni bir tomon, bir xona 10 ga ko'chiramiz. Shunda 12.10 dan 3 bo'ladi. Demak, qoidani bildik va keyingilarida davom etamiz.